Mana hurmatli akalarim, bu bo'lgani puliga bitta yangi iPhone ham bermaydi. Narxi shunaqa darajada arzon. Sizlar uchun shahar ichiga, Toshkent shahar bo'lsa, Gen Daverniski ham gaplashib qo'ydim akalar. Gaz 3129 model 1996-yilda ishlab chiqarilgan, 4 ta yaxshi yumshoq balonlar qo'yib qo'yilgan akalar. Jiguli karburator qilib qo'yganman dedilar. Hech qanaqa texnik ishi yo'q ekan. Mashinamizni bitta aylantirib ko'rsataman. Metan gazlari ham bor. Akalar haydab yurilgan mashina antifrizlarda. Chayka nima dedingiz? Chayka most, xo'p. 5 tali skors ekan akalar. Mashinamizni qo'limdan kelgancha ma'lumot beraman. Yaxshi holatda bo'lib turibdi. Texnik ishi yo'q ekanligini olasizlar, xudo xolisa haydaysizlar. Bu mashinamizni biz sizlarga $1000 ga berib yuboramiz. Hozir salonlarni bitta ko'rsataman akalar. Bu yoqda salonlari akalar, endi tirikchilik qilingan temir bozorda ishlagan mashina bu. Dalshi ishlaydi xudo xolisa. Texnikalarga qarab tursanglar, antifrizlar qo'yib qo'yilgan, hamma narsasi joy-joyida. Bemalol xudo xolisa yaxshi pul topsanglar bo'ladi. Faqat bu bilan birga sizlar mehnat qilishinglar kerak bo'ladi akalar. Bu mashinamiz $1000, pastda nomer qoldiramiz. Bemalol telefon qilib baraka qilsanglar bo'ladi.